Xushamatni yoqtirmaydigan janob nomli radio dramasini anglatdimiz. Radio draması Xushamatni yoqtirmaydigan janob. Türkiye yazgıcısı Aziz Nesinning shu nomli nasriga asosan ssenariyalashtirildi. Ssenarist Yar Muhammad Tursun, rejissor Qayyum Muhammad, muzika va tahliliy ovozlar rejissori Gulbahor Abliz, muzikasini ishlaguvchi Yar Muhammad Jamoliddin, mas'ul muharrir Ajargul Qasim, nazoratchi Ömercan Bahqi, baş nazoratchi Abliz Abdurayim, lentaga avuvchi Ömercan Zulun, kirishtiruvchi Qaysar Yasin. Mən nəşriyyatqa kelib işıq düşkən kunlar idi. İşxanamızga tuyuqsuzla bir əpəndi kirib gəldi. Yaxshimsiz Kazım əpəndi? Yaxshi turib Kazım əpəndi? Bu ismni anlab o'rnimdan turib ketdim. Aslida bu kishi bizning xo'jayinimiz, mal dunyosi ko'p, yuz obro'yli Kazım əpəndi ekan. Agar darhol o'rnimdan turmaganligimni ko'rib qolgan bo'lsa, cho'ng chatoq chiqadi ekan. O'ltiringlar. Hammamiz o'rindiqda o'ltirdik. Ammo mas'ulimiz Sayf hurmat bildirib o'rnida turaverdi. Ishinglarni qilaveringlar, Voy, sen nima ishga o'tirmaysan? Boshqalar ishini boshladi. Sen yana o'ri turib nima qiladsan? Men xushamat qilganni yoqtirmayman. Buyruğunuzga boysunaman efendi. Bo'ladi. O'ltiray efendi. Janobingizning so'zi nihoyat yo'lliq. Bo'ladi, o'ltiray. O'ltirg'i. Uzun turib kelsang, beling og'rib, puting telib ketadi. Bo'ladi deysan, o'ltirmaysan. Sen turaversang, men beharom bo'lib ketadi ekanman. Men azaldan bunda qo'l bog'lab xushamat qilganni yoqtirmayman. Hammasi o'z ishini boshladi. Sen yana nima deb o'ri tursan? O'ltirgan qayrindishim. O'ltirib ishini qilgin. Shunday efendim. Ko'pchilik ishini boshladi. Birodar, o'ltiring. O'ltir, odamni beharom qilmay. Xo'p efendi. Buyruğunuzga boysunaman. Peqiringiz hozir o'ltirdi efendi. Voy, nimandaq bag'razlik qilsa? O'ltir degankin o'ltirsang bo'lmamdi. Xushamat qilganni yoqtirmayman deyotsa, kishining g'idig'ini keltirib, o'rtirib olayotgansan. Kazım efendi ochiqlab qolmasa yana. Sen nima biladsan? Ordashboy, o'z ishingni qilaver. O'ltir. Mushunda qilishdan bezorman. O'ltirib ishini qil. Xo'p efendim. Buyruğunuzga boysunaman. Mana hozir o'ltirman. Hamda o'ltirgan qarindishim. O'ltirgan. Sana qaragan sari nima qilarimni bilamay bak beharom bo'lib ketyapman. Yo'q efendim. Hergiz beharom bo'lmasizlar. Buning hech qanday beharom bo'lg'idek yeri yo'q. Janoblarni hurmatlash bizning burchimiz. Kishilarning hammasi mushundaq deyapmamdi. Siz Sayf efendi g'o deyman. Shundaq efendim, shundaq. Sayf efendi. Men sizning bundaq talabbuzingizni, takalluflaringizni yoqtirmayman. Yo'q efendim. Buni qandaqmi takalluf degila bo'lsin, tuzib qilma. O'ltirgan qarindishim. Men sendan xush bo'lay. Yo'q efendim. Siz bu yerda o'ri tursangiz, kaminangiz ehtirom bildirmay o'ltirishga qandaqmi jur'at qilsin? Peqirning o'ri turishiga ijozat bergaysiz. Shu chog'da ko'nglim aram topadi. Sayf yelinib yalvarib o'ri turaverdi. Kazım efendi nervilari asabiylashgan Sayfni o'rniga o'ltirg'izish,
ahmoqona xiyol ikkaligiga ko'zi yetgan bo'lsa kerak, burilib biz tarafga qaradi. Men xoshamatchilikni yoqtirmayman. Bildinglarmi? Keyingi qitim kelganimda hech kim o'rnidan turmay ishlaversin. Men qaytay. İşlarni qilaveringlar. Shundoq, efendim. Buyrug'ingizga bo'ysunaman. Tushlik tamoq vaqtida xizmatdoshim Karim bilan birga tamoqda bo'lib qoldi. Men uningga Sayfning atgan ishxonada qilgan tetqisizliklarini so'zlab berdim. Yen kelgan chaqlarimda boshqalar Sayfni xushomatchi desa ishonmagan edi. Atgan uni o'z ko'zim bilan ko'rib, o'zimni qo'yarga joy topolmay qoldi. Pah. O haqiqatan dunyoda oz ko'riladigan go'harka. Munda xushomatchini uchratmagan ekanman. Ajabma tetqisiz odamkan u. Munda sharqchi xushomatchilikning vaqti o'tib ketdi, birodar. Shundaqmi? Xushomatchilikmi sharqcha, g'arbcha deb ayirlamda? Undaqda xushomatchilik sharqda burun paydo bo'lgan o'xshamamdi. Undaq deyishkimi bo'lmaydi. Xushomatchilikning sharqchi fasoni, g'arbchi fasoni bor. Ammo sharqchisining vaqti o'tib ketdi. Oqmaydigan bo'lib qoldi. Tushundingmi? Xushomat qilganni kim yoqtirmasa? Sen tig'ing kagashga bu yerdagi ahvollarni o'qimaysan. Kozim efendi garchi og'zida xushomatchilikni yoqtirmayman, taxsikashlik qilganni yomon ko'raman desimi, navoda uning g'arib xushomatchilik qiladigan bo'lsa, uning cho'qim gul qahqarlar ichib ketadi. Odam beg'onda qandoqli bo'lmasin, xushomat qilganni yoqtiradigan bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa, Kozim efendi ajab xushomat qilganni yoqtirmayman, yomon ko'rmaydigan gaplarni og'zidan tushirmay, har bir so'zida takrorlab turadigan-ku. Qiziq senda, birodar. Hozir uning yinida xushomatchilikni qamlashtirib, ko'ngilgida qiladigan odam yo'q. O shunchalar mol dunyoning egisi bo'lib turibloq. Yana murod maqsadimga yetmadim deb qoqshaydi. Amaliyotda u ko'ngliga yoqqida xushomatchisi yo'qligidan og'rindi. U bechoraga meni bakmi ichim og'riydi. Amerikadagi millionerlarning yanida soyidek ergishib yurgan kotiblarning rolini bilamsan. Ular maxsus xushomatchilik qiladiganlar. Lekin ular g'arbcha xushomatchilik qiladi. Buning sirini sen bek obdan biladi ekansan. Xili atrofli tadqiq qilsan, ha? Bunga gap ketmaydi. Men ularning sirini emas, uning ipini bilaman. Ko'p o'tmasdan sening ko'zing ichilib qoladi. Shu qatimqi suhbatdan keyin Karimning deganlari amaliyotda ko'rilishga boshladi. Karim mendan 3 oy burun xizmatga qatnashgan bo'lsa-mu, maoshimiz o'xshash edi. Ammo bizning suhbatimiz bo'lib, uzun o'tmayla uning maoshi oylab emas, kunlab o'sishga boshladi. Buning bilan boshqalar Karimning kaynidan pichirlashdigan bo'lib qoldi. To'g'ri. Ay, ketayotgan Karimni ko'rding? Ko'rdim. Bizdan keyin xizmat qilgan turug'liq bizning natijasi yuqori maosh oladi ekan. Qandoqlarcha uning maoshi shuncha tez o'sib ketdi? O'cho, yaqinda Kozim afandiga hamroh bo'lib, Yevropaga sayohatga chiqib ketdi. Hozir uning maoshi 5000 liraga o'sibdi. Uning zodi nimalarni qilib, mushundaq imtiyozga ega bo'lib ketganligini faqat tushunamadim. Ay, ba'zilar uni Kozimning kotibi, yordamchisi, vakolatchisi deyishadi. Burun Kozim sirtqa chiqib ketgan chog'larda barliq cho'ng-kichik ishlarning hammasini Karim qiladi. Hozir bo'lsa, Karim sirtqa chiqib ketgan chog'larda uning ishini xo'jayin Kozim ishlaydigan bo'lib qoldi. Karim degan bu kishi ishchanmi emas, zirahmi emas. Qo'zig'ida tuzuk bilimmi yo'q bir narsa. Uning zodi qanchalik qobiliyati borligini hech kim bilmaydi. Shundoq. Bu odamning aqli yetmaydigan bir siri bo'lib qoldi. Qani, ko'mamdoq yana qanchalik o'sidi ekan.
Mən Kərimning g'arbchi xo'shamatchiligiga tayinib, takshi qadam bilan yuqoriga ko'tarilib ketayotganligini biletdim. Mundaq g'arbchi xo'shamatchilikning zodi qandoq ish ekanligini darvaqa bilmaydim. Ammo keyin menmo uni oz to'la bilib qoldim. Nashriyatdagi xizmatdoshlarim nashriyat qurilganligining 20 yilligini tabriklab, hammamiz oylik mukofot puli olgan kunimiz kechda restoranda ziyofat o'tkazdik. Buningga nurg'un odam qatnashdi. Karim bilan Kozim yonma-yon o'ltirdi. Men Karimning so'l tarafida 3 odamning yerida o'ltirib, Karimning nazariyasini zang qo'yib anladim. Har bir harakatni tafsiliy kuzatdim. O kundagi ishlar mundaq bo'ldi. Qani ko'tiraylik. Xo'shalligimiz uchun ichaylik. Xo'sh. Hey, içmesanız bo'lmamdi. Varaqning salomatligingizga ziyni bog'liqini bilishingiz kerak. Hech qisi yo'q. Mushu bir rumkini ichay. Bo'lmaydi dedim, bo'lmaydi. Agar jazman ichman desangiz, ichayveraman. Ammo bundan keyin hargiz siz bilan korim bo'lmaydi. Shuni bilingki, araq sizning yuragingizga ziyonli. Bo'ladi. İçmesem içmay. Sizden sözünüzden anlay. Ammo pek isib ketdim. Derizini içiversanlarçı. Bo'ladi. Buyruğunuzni darhol bajar keltirman efendim. Hazırlı derizini içitay. Deriziga tegma. Açma Seyf. Hey. Siz nima bo'ldingiz? Xuddi kichik bolaga o'xshab qolibsiz-ku. Siz tarlab ketgan tursingiz, qadrligim. Hozir derizini ochsa qandoq bo'ladi? Men faqat tarlimidim. Siz tarlimidim deb o'ddi qila olasiz. Sizlar tarlamaganligingizni men nahayat yaxshi bilaman. Xudo, nima qilganimiz bor? Aqlimizdan ezib qoldingizmi? Aqlimdan ezib qolmadim. Ozroq suv ichay deyapman. Xudo. Suvni nimishqa o'zingiz qo'ysiz? Siz uchun ishlashga doim tayyor turgan men borman. Agar ussigan bo'lsangiz, nimishqa menga demaysiz? Hey, kutkichi. Bir botilka kvos akilib bering. Manazi. Bir rumka ichay. Bir rumka ichay bo'lamdi. Bo'lmaydi dedim bu. Qadrligim. Sizga salomatligingizni ostirmaysiz. Faqat mushu bir rumkani ichsam bo'ldi. Undan keyin ichmayman. Mening gapimni anlang. İçmang degandan keyin ichmang. Men salomatligingizga mas'ul bo'lmasa bo'lmaydi. Ha? Shunaqa. Bo'pti. İçmesem içmay. Sizning gapingizdan anlayman. Mana ma gapingiz bo'ldi. Hozir muhimi siz bek isib ketyapsiz-ku deyman. Chidayolmayapsiz. Yo'q. Siz cho'qim chidayolmayapsiz. Ta'mincha issiqdan damma olmayapsiz. Derizini ichib o'taylik. Xo'p, buyruğunuzga bo'ysunaman efendim. Shuncha ko'p aytdim-ku. Men boshqalarning xushomat qilishini yoqtirmayman. O'zingizga munosabatsiz ishlarga aralashmang. Bu yerda siz qiladigan ish yo'q. Derizini kuchchilar ichib o'tadi. Xo'p, buyruqqa bo'ysunib o'tiray efendim. Tamak cheksam bo'ladi. Bir talla chekishga bo'ladi. Agar yana chekadigan bo'lsangiz, korim yo'q. Bugun 4 tal chekyaptingiz, 4 tal. Ko'zlarimni yo'g'on echib ularning har bir harakatiga zap soldim. Qulog'imni dim tutib ularning o'zaro qilishgan gaplarini anglab turdim. Shu topda bu dangliq millioner Kozim apandi Karimning oldida bir kichik bolaga yoki bir qo'nchoqqa o'xshab qolgan edi. Karim nima desa, shuningga xo'sh deb bosh egib turadi. Ba'zida hatto erki boladek erkilab ketadi. Men sizga bu jigarrang kostyumni ziyofatga kiyib boqmang deb necha qidim aytdim-ku. Davir kolpikimni turqab terisi ufrab ketdi. Gapimni faqatla anlataman. Bir pas ko'zingizni neri bo'lsam, yana qanday ahmoqonliklarni qilasizkin ta. Unutib qoptiman.
uning rostli kichik bolaga o'xshaydiganligini sizlar bilmaysizlar-da. Bunun hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q. Og'zini yum. Quruq gap qilma. Xoshamatchi chakana. Meni kichik bola deydigimni qara uning. Meni rostli go'dakligimni tashlamagan yerlarim bor. Karim efendi bo'lmagan bo'lsa, necha qitim jenimdan juda bo'lgan bo'lardim. Vaqtimiz to'shdi, Kazim efendi. Bo'ldi. Uxlash vaqtimiz o'tib qoldi. Tez oynasini turib, Yana birdan o'ltirsam bo'lmaydi. bo'lmaydi. Soat 9:30 bo'ldi. Uyga bag'icha soat 10 bo'ladi. Yana kechikib uxlayotgan bo'ldingiz. Soat 10da cho'qim karvatga chiqib bo'lishingiz kerak. Tez bo'ling, mayli. Janob. Karim Kazım efendiga ketish to'g'riliq gap qilib o'tib, o'rnidan turib rumkaga qo'lini sunganda, men chabdaslik bilan uning qo'lini tutib oldim. Nima qilmoqchisiz? Xudo haqqi, sizga diqqat qilib o'tirdim. 5 rumka ichib o'tdingiz. Salomatligingizni ozroqmi o'ylamaydi ekansiz? Rumkani tez qo'yib. Hech nima bo'lmaydi. Mush bir rumkani ichib olay, ha? Bu qatim ishingizga yo'l qo'ysam, keyingi qatimda qandoq boshqara olayman, ha? Bu yoqqa kel. Yaraysa, haqiqatan tez uyg'onib qolsan. Bir damdala sharqchi xoshamatchilik bilan g'arbchi xoshamatchilikning farqini bilib olsan. G'arbning narsalarini o'rganganning foydasi ko'p. Ammo bizning ba'zi odamlarimiz hatto xoshamatchilik qilishni bilmaydi. Maoshing qancha? 250 lira. Sana bir hassa qo'shib beray. Sen boshliq bo'lgin. Sayf sana yordamchi bo'lsin. Bo'ldi. Biz qaytaylik. Kechligingiz xayrli bo'lsin, Kazım efendi. Yaxshi tush ko'ring Kazım efendi. Allah o'zi saqlay, obdan efendim. Uzun ömür görüşünüzü tilayman. Bugungi ziyofatda siz bizga baxt ato qildingiz. Chopinimning peshini qo'yib. Men xoshamatni yoqtirmayman. Chopinimning peshini qo'yib degandan keyin qo'ymasang bo'lmamdi, Sayf. Ne mandaq bag'araz odamsan. Sen faqat xoshamatchilikni bilasan. Elim o Kazım efendining yuzini to'kib bo'ldim. Yo'qol. Ömür boyu ko'zim ko'rinma. Xushamatni yoqtirmaydigan janob nomli radio dramasini anglatdi. Rollada Qayyum Muhammad, Eminjon Eli, Hamid Alimjon, Sirajiddin Fatqulla, Sulaymon Mutavulla, Ablat Muhammad qatorliqlar ovoz bergan.